Bu 30 ming qo'y pulni ko'tarib kelganingizga, to'ydan keyin qizimni qanday baxtli qilasiz, qanday turmushdan xotirjam qilasiz, bo'ldi pulingizni olib yenib keting. Ya acam men to'xtamay tirishib ishlayman, cho'qim baxtli xotirjam turmush qurishdim. Qizimni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, sizga 1 yil vaqt o'tdi. Ush 1 yil ichida 300 ming qo'y pulni tayyor qilib akalansangiz, qizimni sizga birtma. Bo'lmasa, bu niyatingizdan yana. Agar sizlarning niyatinglar to'yliq 200 ming qo'y bo'lsa, men cho'qim tirishib 200 ming qo'y pulni odamlarga aytibman. Nima qilamsan? Ma pulingiz ag'ach keting. Ma'qullar javob beramisan. Ma'qul. Ali to'xtang. Oy, ajamal, nega mangdinga to'xta, oy. Ay, ma'qul. Ali. To'xtang, siz gapim bor. Siz mendan mushtalam voz kechmoqchimi? Mening voz kechganim yo'q. Men 1 yilning ichida cho'qim tirishib, ota-onaning talab qilgan 200 ming qo'y to'liq pulni oldimizga aytibman. Rasman. Xotirjam bo'ling. Unda Osmonni sizni saqlaydigan kelishim. Cho'qim Chapatata bo'ldingiz lekin. siz uchun. O'tarmi bu vaqt kutib javob qarasam quyoshga o'tarmi bu qayg'um Elga ma otni chiqishni o'rgansangiz bo'lmaydi hamda. qiyin nemishqa yolg'izlikmi yetar g'amgin kunlar o'tar balkim es qildik yuragimizda seg'inishdan negizda chalmadik qo'bil nima uchun shuncha qiynaymiz o'zimizni Ökündüm qo'lingni qo'ygan chog'dim o'ylasam qayta har doim o'yladim o'tmishni biroq egiz ichib qiyin nemishqa yolg'izlik yetar g'amgin kunlar o'tar balkim es qildik yuragimizdan seg'inishdan negizda chalmadik qo'bil nima uchun shuncha qiynaymiz o'zimizni bizga kerak shu javob bir-birimizga bosh 1 yildan keyin Mavo 70 ming qo'y naqd pul, qolgan 130 ming qo'y men kanishida barcha. Sizlar talab qilgan to'yliq 200 ming qo'y pulni tayyor qildim. Shunga chiqib bizning to'yimizni qilib qo'yganmiz. Bu pulning bizga lozim yo'q. Tuqqanlar faoliyat davomlashyapti. Har qanday vaqtda kelsanglar bir toz sachizlab yurish govdan xir salqancha 4 o'rindiqni haqsiz soat qilamiz. 4 metrlik mush govdan xirom safani faqat 6 mingga sotib olasizlar. Mushu soatlar haqsiz. Hozir moda bo'layotgan mahani shusqi safani faqat 9 mingga sotib olasizlar. Yana o'xshashli mush soatlar hammasi haqsiz. Lobdachi ijozat so'di maydonimizga eng yengil ustidagi safa tamoqdan karvatlardan bir yurish akab tizib qo'ydik. Kirib har qanday sotib olsanglar Xitoy viloyatining Yatinoya Bisharga haqsiz olib qurashtirib turamiz. Adresimiz Lobsimiz zavodning qishki Dacha ijozat so'di maydoni. Aloqalashmoqchi bo'lsanglar 151 99 74 39 99 669 77 77 degan nomerlarga aloqalashsanglar bo'ladi. Urumchidagi do'konda sotib olsanglar har xil soatlarimiz to'liq bor. Acha endi 1000 tashda tayyor qildim. Unda qilmay boshqa ortiq talablarni qo'ymay bizning to'yimizni bir qilib qo'ygan bo'lsalar, biz bu murodimizga yetib olgan bo'lsak. Biz qizimizni sotmaymiz. Sizga o'z vaqtida 200 ming qo'y to'yliq akalang deyishga sabab akishgan oilaning tug'urki. Akishi sirtda ishlab, pul topib, oilani boqadi. Ayol kishi bo'lsa, erining xizmatini qiladi, balani boqadi, uyning ishini qiladi. Shunga endi sizni pul topib, oilani turmushini qamday olamdi, qila olamdi, qilamamdi deb, shu 200 ming qo'y akalang degan. Siz mana qilib qamdab 200 ming qo'yni akapsiz. Tirishchiliginiz bizni qoyil qildi. Qizimni baxtli qila olgansiz. Rahmat acha. To'yning oldi keyindagi barliq chiqimni biz qitmiz.
Siz faqat to'g'ri tayyor bo'lsangizdan bo'ldi. Siz mushu 200 ming qo'y pul bilan to'ydan keyin bir iglik tiklamsizlar, ya biror ish qilamsizlar. Mushuninglar bilan yaxshi turmush ko'charsanglar, mana biz shuningdan xush. Rahmat acha, rahmat. Müşizlik deb berganinglarda men haqiqatan xushal Lekin almisaqdan to'yloqni o'g'iltirib chiqdigan ishlar va ma pulni sizlar ep qo'ysizlar mayli. Qanqa men bor? Bu pulni qizim bilan birga xarjlaysizlar baribir. Sizlar qizim bilan baxtli o'ssanglar, yaxshi turmush ko'charsanglar, biz shuningdan xush. Bo'ldi. Pulni aprab siz to'yga tayyorgarlik qilavering. Ma'qulam sizga rahmat, men qaytay. Emis oğlam, bak toyga rarus Allah'ınızı beni kıçırın. Bak toy digende kız oğlanın toyuna çan çıkırmazsa kudan nekmene oğlanmak ba. Ma'qul, ma'qul.